Assalomu alaykum. 1-mart 2026-yil. Mang'it Xitoy mol bozoridamiz. Shu mol 27 million so'm pul. 450 kg ketdi jo'yvesine. Xudo xolasa narx-navolarni ko'rib boramiz. Ulkan o'g'izlardan mashinasi nasib etse. Necha so'm aka bu? Necha? 23 million so'm aytilib turgan ekan. Necha so'radim aka bozor? Bozor 20 deb so'radi. 20 million so'm so'rab turibdi. Bozorda bag'laton mollarda savdo bor. Kasallik yo'q bozorlarda. Kelib ko'rsanizlar bo'ladi, qo'rqmang. Savdoni istersin aka. Aka bu o'g'izcha so'm ekan aka. Jaytpurs 17 million so'm aytilib turgan ekan. Necha bozor so'radimi bir narsaga? 16 ga bordimi? 16 million so'm so'rab turibdi. Bozorda bugun sel savdo tezroq. Yo'q savdo. Arqa so'raganni beraveramiz. 25 ga. Fursat aka-chi. So'radingizmi? Aldingizmi? 19 million 100. Yarımda verdim. He, yarımını öldürdü. 400 onun üstünde. 24 milyon. Ha, bir güge mi? Okay. 9 milyon 100. Sonra 19 yarım verdik bir tane şu özge. Bağlaton. Şunu da korkmadık ölçep veremez. Jigoy savdo. 58 ming so'mdan. 58 ming so'm. Bağlaton. Ya 60 tane veren bana mı? Savdo serbest pazarlarda. Casom aka bu paroda. Paroda 20 so'm aytilib turgan ekan yana. Necha so'radimmi bozor? So'ramadim. Bu dogovorga ham so'ralib turgan ekan bu mol. 3 oyga 20 million so'mga so'rab turgan ekan. Sizcha aytibsiz aka? Men ham 20 aytdim. Ha, siz ham 20 aytdingiz. Necha so'rayapti bozor? 18 ga. Mo'ylos narsa ekan, ajoyib. Bo'ylari bir 1.20 chiqib boradi bu. Indamay. Indamay chiqadi 1.20, 1.25. Savdon istersen aka. 18 da o'sa beriladi. Ha, 18 dan o'sa berasiz. Sizcha aytibsiz aka buni? 20 so'm. 20 million so'm aytilib turgan ekan. Bo'ylari 1.30 chiqib boradi bu xudo xolasa. Bag'laton ajoyib narsa ekan. Belant, oyoqlari uzun. Necha so'rayotgan bozor aka? 8 million so'm so'rab turgan ekan. Savdon istersin aka. Necha so'radingizlarmi? Necha? 60 ming so'mdan 60 ming so'mdan 10 kilo. Mana aka. Qo'shmoq bu, ha? Semiz narsa ekan. Aka necha aytibsiz buni? 20 million so'm aytilib turgan ekan. So'radimi bozor? Necha so'radi? 16 ga bordimi? O'tib ketdimi? 16 million so'm so'radi. Necha bo'ldi bu aka? Satmasman Nureddin aka? Yo'q. Satmasman, ko'rib o'tirman. Mal 19,5 ming so'ralib turibdi. Berilmay turibdi bu. Semiz narsa ajoyib. Bo'ylari 1.30 plus minus. Necha aytibsiz jo'ra? 15 million so'm aytib turgan ekan. Necha so'radimi? Necha? 13,5 million so'm so'ralib turgan ekan. Million so'm aytilib turibdi. 17 millionga berilmagan ekan. Bu kimniki bu? Bu kimdan ekan? Oyoqlari ko'ring qani. Sizcha aytibsiz aka buni? 20 so'm. Qarataysinda. 20 million so'm aytilib turgan ekan. So'radimi bozor? So'ravadir. Necha 17 bordimi? 17 dan o'tib 17,5 million so'mga so'rabdi. Bo'ylari 1.25, 1.30 chiqib boradi plus minus.
Bağadan ozat. Acayip qara narsa. Ko'tlari ham keng. Savdonisi versin aka. 4 tish narsa. Eyle dişini appalağı diş gerek miydi? Şu garanti ya. Necha? 16 yarım. 16,5. So'radingizmi? 16,5 million so'm so'rab turgan ekan. Necha aytdi? Necha aytdingiz aka? 17 million so'm aytib turgan ekan. Necha so'rayaptirmi bozor? 15 ga bordimi? O'tdimi? 15 dan o'tib turgan yana. Boylari bir 15 120 plus minus. Savdodan so'rsin. Aka buni. Bu bichani 15 million so'm aytib turgan. Necha so'rayaptirmi aka? 13 ga bordimi? 13 ga bordi. 12,5 million so'm so'rab turgan bugun. Meydan mallar arzonroq. Narx-navo pasaydi meydan mallardan. Muqam mallar xudo xolasa sel ko'tarildi. Ya YouTube'da aka, o YouTube'da xudo xolasa. Instagramga aytaylik. Necha aytib tursa aka buni? 12 million so'm aytib turgan aka. Qachar u? Buni o'gitcha. O'gitcha ham 12 million so'm. Sel meydan malda savdo yo'qroq. Bag'latdan mallarda savdo jar qo'zg'aldi. Endi Qachar bozor narxlarini ko'ramiz endi xudo xolasa nasib etsa. Bir chetdan. Necha so'm bu? 11 so'm deyman. 11 million so'm aytdi. Necha so'radimi? Hozir alindi. Ha, hozir alindimi? Mana arg'i bor. Necha bu? 13 so'm. Bergan 13. So'radimi buni? Bozor buni so'radimi? 11 dan o'tib turibdi. 11 million so'mdan o'tib turibdi. Meydan mal narxlar tushdi. Do'stlar. Necha so'm aka bu Qachar? 15 million so'm. Tumagan narsa ajoyib sevimiz. To'ygan ham bo'ladi, baqsan ham bo'ladi, satsan ham bo'ladi. So'radimi? 10 so'm. 13. Savdon istersen aka. Ajoyib narsa ekan. Azmaz xudo xolasa Qachar bozor narxlarini ko'rib boramiz endi. Aka bu Qacharlar nechada aytib tursiz bularni? Sasat necha so'm uka? 11 million so'mni aytib turgan ekan. Au, satdim aka. Qacharcha so'm aka bu? 12 million so'm aytib turdi. Tumagan Qacharlar endi, bag'laton. Bo'ylari 1 metr, 1 metrdan ziyodroq. Plus minus. Yo'y savdo xudo xolasa. So'rab turibdi. Qachar bozorda navo tushgan do'stlar. Bozorda kasallik yo'q. Qo'rqmay olaversangiz bo'ladi. Bozorlarda strashniy kasallar yo'q. Necha so'm bu aka? 9 so'm. 9 million so'm aytib turibdi yana. So'rayaptirmi? Sizlar umuman tushmaysizlar. Mal tushadi qurri. Shuning uchun kamerani pastga qarataveraman. Necha so'rayaptir aka? 7 million so'm so'rayapti aka. Bu aka necha so'm bu? 7 million so'm ana. Narx-navo tushib ketgan. Ha, bitta to'nayirman. Bu Qacharlar bundan bir 2 bozor, 3 bozor eldan 7,5, 8 million so'm olib sotilgan Qacharlar bular. Savdon istersin aka. Yerish aka necha so'm bu Qacharlar? Firman Qacharlari. Ondan aytib turibdi. Bozor tushdi, Qachar bozori. Bozorlar tushyapti. Pekza Qacharlar savdo yo'qroq. 8,5 dan olsa berasiz. Telefon nomeringizni aytib ketavering. 91 dan 272 9502 Mang'itda bu adres. Sevichuni esa garantiya qo'ying. Bir hafta garantiyasini berasiz qo'y. Telefon qilaverasizlar, bog'lanaverasizlar. Aka siz aytib tursiz buni? 10 million so'm aytdi. So'radimi? Necha? 7 million 7,5 million so'm so'rabdi. Savdon istersin. Aka bu necha so'm bu? 13 so'm. 13 million so'm aytib turgan ekan. Tumagan Qachar. Necha so'rayapti bozor aka? O'zi 12 million. 17 million so'm chamalab turibdi deydi. Savdon istersin. Sen necha aytibsan jo'ra? Bozor apam bilasan. 11. Eksen narsadan ajoyib. So'radimi? 8 million so'm. Qacharmi axir? 8. Doyliq. Yo'q, 8 million so'm so'rab turibdi. Savdongni bersin. Aka siz aytib tursiz, Qachardi? 15 million so'm aytib turgan ekan. So'rayaptirmi?
Necha? 12 million so'm so'rab turgan. Bergining semiz. 16 million so'm ekan. Narx-navo tushgan. Savdodan istersin aka. Necha aytibsan jo'ra? 16 million so'm ekan. Necha so'radimi bozor? 14 ga yaqin so'rabdi. 14 millionga yaqin so'rab turgan ekan. Savdon bersin. Aka sizcha aytibsiz qachardi? 10 million so'm aytib turgan ekan. Necha so'radimi bozor? 8,5 so'rabdi. 8,5? Evet. 8,5 million so'm so'rab turgan ekan. Savdon istersin aka. Necha so'm aka? 8 bo'lsa bitadi dedi. He, 8 bo'lsa bitacak. Savdo yo'q bozorda. 77 ga so'rabdi. He, 77 ga so'rab turibdi. Savdon istersin aka. Necha bo'ldi aka bu? Necha bo'ldi? Qaytdi, nechadan qaytdi? 17 million so'mdan qaytdi yana. Necha bo'ldi aka? Sotmadim. Nechadan qaytdi? 9 million so'mdan qaytdi. Narx-navo shunday do'stlar. Bizlardan uzoqlashmanglar. Like, подписаться tugmasini bosib ketinglar. Подписаться tugmasini bossansizlar, videolarim sizlarga birinchilardan bo'lib borib turadi.